Siz shaxsiy brendingizni rivojlantirmoqchisiz, lekin har kuni kamera oldida gapirish, kontent yaratish juda ham qiyinmi? Endi siz hech narsa qilmasdan ham professional kontentga ega bo'lishingiz mumkin. Bunda sizga AI kerak bo'ladi. Ya'ni AI bu sun'iy intellekt. Sizni shaxsiy brendingizga uni integratsiya qilgan holda, biz sizga kameraga chiqmagan holda, kam vaqtingizni sarflagan holda va kam energiyangizni sarflagan holda avtomatik ravishda rivojlantirishi va kontentlaringizni professional ravishda to'plamlarini taqdim etishni yo'lga qo'ya olamiz. Men ismim Azam, shaxsiy brend bo'yicha ekspertman. Biz shu vaqtga qadar quyidagi mijozlarning shaxsiy brendlarini yuritib keldik. Ushbu mijozlarimiz bilan ishlash natijasida biz shaxsiy brendlarda ko'p pauzlarga uchrashini guvohi bo'ldik. Sabablaridan biri ular safarda bo'lib qolishlari mumkin, ikkinchisi shaxsiy ishlari chiqib qolishi mumkin, uchinchisida yoki biznesda bo'layotgan ba'zi bir muammolar shaxsiy brendlardagi pauzalarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shu bois biz sun'iy intellektni bozorga olib kirdik. Ko'pchilik kamera oldida gapirishdan qo'rqadi va bunga vaqti ham yo'q. Shaxsiy brendni rivojlantirish uchun esa doimiy kontent zarur. Sababi odamlar sizni kontentga bergan fikr, maslahat va qadriyatlaringiz orqali eslab qoladi. Mahsulot yoki brendingizga bo'lgan ishonchi o'shaning hisobidan oshaveradi. AI tizimimiz quyidagi ishlarni bajarib beradi. Birinchisi, siz ovozingiz va uslubingizga mos kontent yaratib beradi. Ikkinchisi, matnli va ovozli kontentni ishlab chiqib beradi. Uchinchisi, kamerasiz ham shaxsiy brendni rivojlantirishga yordam beradi. Bilaman, siz hozir o'ylab turibsiz, bu AI orqali men kontentlarim sun'iy chiqib qolsa-chi, o'zi qanaqa bo'lar ekan deb sizda qanaqadir savollar paydo bo'lishi mumkin. Lekin men sizga bitta sir ochaman. Siz bu bozorda birinchidan emassiz, ya'ni sun'iy intellekt orqali shaxsiy brendini rivojlantirayotgan odamlar bir qancha mavjud. O'zbekiston bozorini olib qaraydigan bo'lsa, AI orqali video qilayotganlarning soni kundan kunga oshib bormoqda. Keling, qilayotganlarni bir ko'rib chiqsak. Birinchisi bu Barno Tursunova. Ko'pchilik razborlarini menimcha ko'rgan bo'lsalar kerak. Barno opani nedvижимость bo'yicha ham loyihalari bor va shu loyihaga trafikka shaxsiy brendlar bilan olib keladilar. Barno opaga endi shaxsiy brendlarni o'ylab boshlarini qotirish ham shart emas. Menimcha siz tushundingiz, gap nima haqida ketyapti-da. Keyslarni albatta ko'plab ko'rishingiz, uchratishingiz mumkin. Agar siz videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, menda AI orqali shaxsiy brendingizni qurishga qaratilgan agentligim bor va sizni shaxsiy brendingizni avtomatlashtirib beramiz. Agar sizga biz bilan ishlash qiziq bo'lsa, pastga link qoldiraman. O'sha link orqali o'tib formani to'ldiring. Biz sizga o'zimiz aloqaga chiqamiz va xizmatimiz haqida, ya'ni agentsiyamiz haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha.